Canım balam, sen qachongacha mushundaq o'ynab kulib yuraverasan? Yeshing 25dan oshdi jumo. Amsi nima qildaysan? Ya biz topqanға unumaysan. Birsini satdaysan, birsini oyog'i suyuq deysan, birsini yalang to'shning qizi deysan, ya o'zing birasini topmaysan. Endi o'zim topsam-chi? Voy, canım balam, birasini topgan o'xshamamsan. Topgan bo'lsang, deginingni ep beramiz. Qani degina, qaysi farizatni topding? Gulchiman qanaqaroq? Gulchiman? Qaysi gulchiman u? Eliqi yuqoqi mahalladagi Hoshim Xalvobning qizi-chi? Voy, heliqi Hoshim Razganing qizini demsan? Razga bo'lsa, dadasi Razga, dadasini olmayman, men qizini olaman. Ras, qaltis chiroyli qiz bo'pti ekan demagan bilan. Qog'ining o'sidan bulbul chiqdi degan shu-da. Apa, men unmasmi-ya? Nima? Tex putishmaganmidinglar? Yo'q-ay. Xotirjam bo'l. Sen unumaslikqa haddimi uning? Sen degan kim? Ahmad sekretarning a'tivoliq yolg'iz o'g'li. Biz sening mushu gapingni kutib atqili necha yil bo'ldi. Heligo bir yolg'iz gulchimankan, osmondagi oy, dunyoni yo'ritayotgan quyosh bosimi ep beramiz. Sening nazaring tushdimi? Bo'ldi. Baxti kapta o qalandarni. Amsa to'yni qachon qilamiz? Oldirmay tur. Kashda dadan kelsin maslahatlashib, vaqtini bekitamiz. Tinchlikmi ana, birasini saqlamla. Ahmad Shoji bilan ko'rishmoqchidim qizim. Majlis qachonroq tuga? Ha? Az qoldi. Bir ishlar bormidi? Voy qizim, mening hoylamda ota-bobomdan qolgan yo'g'on bir tup yangoq tarixim bor edi. Begim ketdi bu xotin. Hocam Odamni beshini balam, ag'irtib. Ahmad Shoji qachonroq chiqa? Mana men chiqdim. Nima gaplar bor edi? Ahmad Shoji. Tursa. Gaplar bo'lsa tezroq deslar. Hoylamda ota-bobomdan qolgan yo'g'on bir tup yangoq tarixim bor edi. Ko'rgan. Har yili shu yangoqdan qiqib olgan 10 necha charaq yangoqni setib, turmushimni qamlaydim Shoji. Bilaman. Gapning bir poskallasini deslar. Zodi nima gap edi? Aldiratmaslar hocam balam. Men qeyrg'anda gapimdan ezib ketdiman. Shu yangoqni Yangoqlarga nima bo'ldi? to'xtatgan simga taqashdi deb kentdan majbur kestirib etdi. Kentimizga to'xtatish nayta yaxshi ish. Uni qo'llamasa bo'lmaydi, obdan ana. Qo'llayman Shoji. Ming murattam qo'llayman. Lekin yangoqning ziyinini to'lab berishmisli bo'lmaydi. Ma gapni. To'ksimiga taqashgan yangoqni kesib atganimizga pul to'laydiganmizmi? Madimi shundaq gap bor ekan? O'rmon qonunida shundaq gaplar bormi Shoji? O'rmon qonunida shundaq gaplar bor. Biroq ana, to'ksimi tatimiz deb kesib etilgan shunchalik daraxtning qaysi birini to'lab bo'lamiz? Bo'ldi qilavaslar, obda ana, bo'ldi qilavaslar. Meni qayerda bo'za qilsanglar bo'lmaydi. Yanqim